kontrangizda berib yuboringlar siz. Rasm video ko'ryapti. Rahmat. Farruh. Zap kelib qolsan-da. Qolgan uyda gaplashamiz, kelamiz. Bobur xijolat qilyapsan-da. Sal ko'rib xursand bo'ldim, Farruh. Aka, bir daqiqa to'xtatib oling mashina. Hozir. Kutib qo'ymadimmi? Ketdi aka. Do'konga kirib chiqdingmi? Ha? Menga gazingiz olmadingmi? Unutma. Olib kelaman. Qo'ya qol, o'zim olib chiqaman. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Aka, hozir chiqib ketgan yigit necha pul qarz bo'ldi? Yo'q aka, shart emas, o'zlari beradilar. Aka, aytavering, o'zim o'rtog'im. Menda bo'lmagan payt u ham to'lagan. Xo'p, 580 ming bo'ldi. Mana. Aka, keyin mana buni ham o'qing. Kichikda bo'lib turadi, o'zingiz tushunasizku. Gazni suv olib berib yuboring. Rahmat. Endi ketdik. Keyin, ona. Onajon. Oo. Bolam. Ona, Farruh kelibdi iftorlikka. Farruhjon kelgan edi bolam. Ay bolajonim, o'zim o'rgilaysan-da bo'ylaringdan. Haqiqiy o'rtog'ingda bu, Bobur. Endi xolajon, Boburjon ishlari yaxshi bo'ladi. Ilohim yaxshi bo'lsin. Xudo xolasa, o'zim bilan Toshkentga olib ketaman. Onajonimni yolg'iz tashlab keta olmayman. Bormading-a? Rosa bir qaysar odam ekansan-da. To'g'ri, Farruh. Onajon bir o'zlari. Otam bo'lganlarida ham boshqa gap edi. Endi ozgina sinov kelganda vatanimni onamni tashlab ketsam to'g'ri bo'lmas. Men qara. Taklifim o'z kuchida. Bir o'ylab ko'r. Sen kutaman. Albatta boraman. Sen ko'rishga. Ha, aytgancha, onam senga non berib o'rgandilar. Bitta hidlab ko'r. Bunaqa mehr bilan tayyorlangan shirinliklarni unutib qo'yman to'g'risi. Farruh, telefon qilganda ko'tarib tur. Sen sog'inaman do'stim. Sog' bo'l.